8 bab. Samuel qirg'in chig'ida o'z o'g'illarini Isroillarga yetakchilik qilishga tayinlagan edi. Tunji o'g'lining ismi Yoel, ikkinchisining bo'lsa Abiya edi. Ikkilisi Bershaba shahrida yetakchilik qiladi. Ular otasining yo'lini tutmay, mal dunyo qo'g'lishib, pori elib, nohaq hukm chiqardi. Shu sababdan Isroillarning hamma oqsoqollari jam bo'lib, Ramaqqa Samuel bilan ko'rishishga keldi. Ular uningga: "Siz yoshnib qoldingiz. O'g'illaringiz bo'lsa, sizning yo'lingizni tutmadi. Shunga bizga yetakchilik qilishga boshqa allanikidek bir podsho tayinlab bersingiz" deyishdi. Ularning bizga yetakchilik qilishga bir podsho tayinlab bersingiz degan bu talibi Samuelga yoqmaganlikdan u Parvardigorga duo qildi. Parvardigor uningga mundaq dedi: "Xalqning etqonlarining hammasiga quloq sol. Ular seni emas, balki meni tark etdi. Ular ularning ustidan davomli podsho bo'lishimni xohlamayotdi. Men ularni Misrdan elib chiqqandan beri ular meni tashlab boshqa ilohlarga cho'qinib kelmoqda. Endi senimi rad qilyotdi. Hozir ularning so'ziga quloq sol. Biroq ularni jiddiy ogohlantirib, ular so'ragan hukmronlik qilguvchi podshoning ularga qanday muomala qilganligini bildirib qo'y." Samuel o'zidan bir podsho tayinlab berishni talab qilgan xalqqa Parvardigorning aytganlarining hammasini yetkazib, sizlarga hukmronlik qilguvchi podsho huquqidan foydalanib, sizlarga mundaq muomala qiladi. O'g'illaringlarni o'z ishiga tutib elib, ba'zilarini harvillari va otiri uchun ishlatib, ba'zilarini harvillarining oldida yugurishga soladi. Ba'zilarini lashkar boshliqiga tayinlaydi. Ba'zilari 1000 lashkarga boshliq bo'lsa, ba'zilari 50 lashkarga boshliq bo'ladi. O'g'illaringlarni podshohning yerlarini terishga, o'rmisini o'rishga, qoral yaroqlarini va jang harvillarining jobduqlarini yasashga qo'yidi. Qizlaringlarni atirchi, oshpaz va navoiy qilib qo'yidi. U sizlarning eng yaxshi etis iriqlaringlarni, üzüm zardıqınlarni va zaytun zardıqınlarni tortib elib, o'zining amaldorlariga berdi. Oshliq va üzüminglarning 10dan birini elib elib, qo'mondonlari va amaldorlariga taqdim qiladi. Sarxil yosh yigitlaringlarni, er va ayol xizmatkorlaringlarni ham eshaklaringlarni elib o'z ishiga soladi. Qo'ylaringlarning 10dan birini tortib oladi. Sizlar uningga qul bo'lib qolasizlar. Shuning bilan o'zinglarga tikilgan podsho dastidan dod faryod cheksizlar. U chaqda Parvardigor sizlarga quloq solmaydi deb ogohlantirdi. Ammo xalq Samuelning so'zini rad qilib: "Yo'q, bizga bizni boshqaradigan podsho kerak. Shu chaqda bizmi boshqa allaga o'xshash bo'lamiz. Podshoyimiz bizni boshqaradi. U oldimizda bizni boshlab mangadigan, janglarda bizga rahbarlik qiladigan bo'ladi" deb turib oldi. Samuel ularning barliq so'zlarini anglagandan keyin Parvardigorga yetkazdi. "Sen ularning so'ziga quloq selib, ularga bir podshoh tayinlab ber" dedi Parvardigor uningga. Shuningdek keyin Samuel Isroillarga: "Har qaysinglar o'z yurtinglarga qaytinglar" dedi.